mana shu 4,5 yil davomida o'rgangan bilimlarimizni amalda qo'llash bosqichida turganligim sababli albatta kuchli mas'uliyat his qilyapman va Yaponiyadagi kelajakdagi hayotim, kelajakda kutayotgan mashaqqatlar, muvaffaqiyatlarni ham qiziqish bilan, sabrsizlik bilan kutyapman. Yoshligimda biror bir narsani tez tushuna olmasam yoki anglay olmay qolsam, akamlar mani ahmoq yoki jinni deb emas, doim yapon deb chaqirardilar. O'sha paytda men yaponlar haqidayam yetarlicha ma'lumotga ega emasdim. Sababini so'raganimda yaponlardek ilg'or bo'lishingni istaganim uchun shunaqa chaqiraman deb menda yaponlarga nisbatan qiziqish uyg'otgan edilar. O'zbekistonda bo'la turib, Yaponiyaning sifatli ta'limini ola olish imkoniyati faqatgina JDU universitetida bo'lganligi sababli shu universitetni tanlaganman. Eng keraklilari albatta birinchi o'rinda yapon tili, IT va yapon madaniyati, yapon odatlarini o'zlashtira olishsa, nafaqat Yaponiyada, balki dunyoning istalgan mamlakatida bemalol yashab keta olishadi deb o'ylayman. Japan Digital University. O'zbekistonda o'qib, Yaponiyada ishga joylashing.